Xitoy doiralari bu yilmi Sharq Turkistonda musulmonlarning Xitoyning Chag'an bayramini o'tkazishga tashkillab, Uyg'urlarni keng ko'lamli tabriklash faoliyatlariga uyushtirgan. Ma'lum bo'lishicha, yerlik doiralar bu yilmi yezi kentlarda Uyg'ur oilalarining derizlariga chag'anliq masnavilarni chaplashi, panus esishi va Xitoyning an'anaviy chag'anliq tamoqi bo'lgan tugri etib yeyishni yo'l qo'ygan. Aqsuda Xitoycha bilmagan uylarga chag'anliq marsiyalarni ta'tir chaplab qo'ygan oilalar jazolangan. Aqsu yezlarida masnavini ta'tir chaplab qo'ygan o aholilardan 178 kishining jazolanganligi, 3 kishiga majburiy tutib turilish jazosi berilganligi, ularning Junxo madaniyatini kamsitgan deb ayblanganligi ma'lum bo'ldi. Angliya kundalik pochta gazetining xabar qilishicha, qisman Xitoy davlatiga tava bir shirkat Angliyaning harbiy aslahalarini simsiz tor bilan ta'minlash orqali Angliyaning yadro quroli to'g'risidagi maxfiy uchurlarga erishgan. Egilishicha, 20 yilga yaqin Angliya armiyasi xizmat bilan ta'minlagan Mediaforge nomli telegraf shirkati hozir 46 Angliya harbiy bazasini simsiz tor bilan ta'minlagan. Bu aslahalarning ichida Angliya armiyasining shimoliy hududdagi bosh organi bor ekan. Xitoy virusi vaqalarining ko'payishi sababdan Xitoy yo'lovchilarga cheklama qo'ygan Yaponiyadan o'ch elish uchun Xitoy doiralari 10 yanvar Yaponiya fuqarolariga viza cheklamasi qo'ygan bo'lib, navbatda viza berish ishlarining asliga kelganligini e'lon qildi. Xitoyning Tokioda turishliq bosh elchixonasi e'lon qilgan bayonotida qarorning o'zgarishining sababi to'g'risida hech qanday uchur berilmagan. Koreya Yunhap agentligining xabariga qaraganda, Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Stoltenberg Koreya va Yaponiya ziyoratining birinchi bekatida poytaxtda Seul tashqi ishlar ministri Barik Jin bilan ko'rishgan. Stoltenberg Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti davlatlarining Shimoliy Koreyaning boshqariladigan bomba siniqi va yadro planiga ko'ngil bo'lganligini, Rossiya Ukraina urushining ta'sirining Tinch okeanda his qilinganligini bayon qilib, Shimoliy Koreya Rossiyaning raketa va boshqariladigan bomba bilan urush qilishni harbiy jihatdan qo'llaydi. Bu bexatarlikning dunyo miqyosida qanday bog'lanish ekanligini ko'rsatadi dedi. Turkiya Shvetsiya suhbati to'xtatildi. Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish haqida suhbat elib berayotgan Turkiya bilan Shvetsiya orasida munosabat yergilashmoqda. Turkiya Shvetsiyani terrorlik va islomga qarshi ig'vogarchilik qilishga yo'l qo'yish bilan ayblamoqda. Shvetsiya tashqi ishlar ministri Tobias Billström Turkiya Shvetsiya suhbatining to'xtatilganligini e'lon qildi. Bundan burun Shvetsiya hukumatining Turkiya bosh elchixonasi oldida Qur'oni Karimning ko'ydirilishiga yo'l qo'yishi Turkiyaning kuchli g'azabini qo'zg'agan bo'lib, Turkiya doiralari Shvetsiyaning Madrid ahdnomasidagi shartnomalarini o'rnatmasa, NATOga kirishga ruxsat qilmaydiganligini ta'kidlagan edi.